Dostlar, bugün aşağıya konser bağlamasına konuşmaya geldi. Endi bugünkü konser çürükleştirmişlerimden tanıştırmadım ben aziz mehmonlar. Konser çürükleştirgen konserti sahnalaştıran rejissör Azat Yilmuratov marhamat, hoş şapalaklar bilan ortaga chiqsak. Ayak qo'yishlarini tayyorlagan Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan yoshlar ustozi Zibash Pirlepesova. Nechiki o'yinda o'ynagan ajoyib o'yinchimiz Dilnoza Pirjanova, Shuhrat Ordenning sovrindori. Muzikalik instrumentlarimizda skripkada Bahodir Ismoilov, strunli instrumentda Misbay Alikeyev, gitara instrumentida Niyozbay Asqarov, udarli instrumentda ajoyib tryuklarni ko'rsatgan yigit Timur Aytakov. Tabla instrumentida Timur Aytakov. Klavsha instrumentida Nashimov Arslan. Ikkinchi klavshda instrumentida Serbetov Xudoybergen degan yigitlarimiz. Sahnani bezigan ustalar Muhabbat Atajanova, Saltanat Ibragimova, Sarvinaz Seyfullayevalar sahnani ajoyib tarzda bezadi. Video dasturchilarimiz Mavluda studiyasi. Bu yigitlarga rahmatlar aytamiz. Gulzar ham Amudulxuda ansamblining qizlarini ayriqcha qo'l shapaloqlar. Hamdagi birinchi meditsinalik kollejning go'zallar ansamblining qizlarini ayriqcha qo'l shapaloqlarimiz. Hamda limonda bo'lgan qiziqchi yigitlarga rahmatlar aytamiz. Hurmatli do'stlar, sizlar bilan bugungi ajoyib konsertni uyushtirmoqdamiz. Yanada ajoyib shunday konsertlarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Rahmat hammangizga. Hamda shu konsertda dasturda chiroyli bo'lib qolgan xalqimizning suyukli qatnashchisi Bo'rboy Muhsin salom olsun.